12 muqamning ismi va bu ismlarning ma'nosi. Rak muqami ma'nosi shifolik izlash. Kabiyat muqami go'zallikni seg'inish. Mushavirak muqami mumdishish, paranglashish. Chargoh muqami güzel hayat izlash. Panjigah muqami ulug' yuksaklik. O'zhal muqami ahvollashish. Men eng amraqdam shu o'zal muqamiga. Ajam muqami ona vatanni suyish. O'shaq muqami aşıqlar sevgisi. Bayat muqami eslash. Nava muqami jasorat va kuch-qudrat. Sigah muqami urun g'aflatdan uyg'onish. Iroq muqami daryo suyuning bulquni. Hamda 12 muqam deb uzundan buyon anglab keldik, biroq bu muqamning ismlarini asosan esimizdan chiqib qolgan. Unusiga buni ma'nosini bildiganlar texim oz bo'lganligi uchun bugungi bu zopini tayyorlab amanglarga sundim. Hamda biz 18-20 yosh vaqtlarimizda melodiya ritmlari bir xil tez zamonaviy naqshlarga amroq qilganmiz. Barbara 30dan yoshlar eshib 40-50 yoshlarga kelgandan keyin bir ma'lum bir turmush kartinalarni tushungandan keyin qarsak, mana shunday muqamlarga, xalq naqshlariga, shularning melodiyasining qanchalik go'zalligini, tekstining mazmunining qanchalik chunqurligini barbara his qilib qoldik ekanmiz. Shuning uchun bugungi bu mazmunni tayyorladim. Yoqtirgan do'stlar birdan naqs yurakni aymay do'stlaringlarga texim ko'p so'yinshan qilib qo'ysanglar, texim ko'p kishilar 12 muqamning ismi va ma'nosini bir mush zopin orqali qo'sma bir bilib qolsin. Hammanglarga rahmat. Unda esa tövanda bir qaysi muqamni chalay bir pinglovchiga talab qilinglar, bir ravrish bir yangi turib, tutlarni qo'yib, turib chepiray. Rahmat.